ham ko'taraylik. Juda ham chiroyli. Buxoriy bobomizning to'liq ismlari Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil. Al-Buxoriy esa u zotning taxalluslari, ya'ni Buxorolik degan ma'noni bildiradi. Bu kishi 810-yil 20-iyul juma kuni Buxoroning hozirgi Qorako'l tumani Poykan qishlog'ida tug'ilganlar. Bu kishining otasi o'z davrining ziyoli, ilmli kishilardan biri hisoblangan. Onasi ham oqila, pokdomon, dindor ayol bo'lganlarki, u kishining boshqalarga o'xshamaydigan, ajralib turadigan bir xususiyatlari bo'lgan. U kishi o'z farzandlariga oq sut berayotganda va uxlayotganda alla yoki biron bir qo'shiq o'rniga Qur'on oyatlaridan o'qib uxlatgan ekanlar. O'shaning uchun aytadiki, bu xususiyat, bu bilim bobomizga ona suti orqali o'tgan deyshadi. O'shanday onalar bo'lgan Buxoriy bobomiz 2 yoshga yetganlarida boshlariga og'ir musibat tushib, otalaridan ajrab qoladilar. Va bir necha fursat o'tib, ko'zlariga shikast etib ko'r bo'lib qolar ekan, butunlay yorug' dunyoni ko'ra olmay qolar ekan. Ana o'shundan keyin Buxoriy bobomiz onasi 2 yil davomida kuniga 5 vaqt namozda, kechalari tahajjud namozida Allohdan yolvorib, iltijo qilib so'raydiki: "Ey Allohim, mening ham farzandimning ko'zlariga nur ato et. U ham boshqa bandalaring qatori yorug' dunyoni ko'rsin, ko'rishlik qayta nasib etsin" deydi. Mana shu 2 yillik toat, ibodat natijasida 2 yildan so'ng onasi tong mahali tahajjud namozini o'qiyotib joy namoz ustida o'tirgan holda holdan to'yib uxlab qoladilar va tush ko'ra tushlariga Ibrohim alayhisalom kirib aytadilarki: "Ey onaizor, sening qilgan duo iltijolaring, toat ibodatlaring Alloh dargohida qabul bo'ldi va farzandingga ko'z nurlarini qaytarib ber" dedilar. Ana o'shundan keyin Buxoriy bobomizning onasi uyg'onib ketadi. Qarasa tushlari bo'ladi. Ko'rgan tushlariga ishonar ishonmas, uxlab yotgan farzandini uyg'otib ko'radi. Ko'rsaki mo'jiza, haqiqatdan ham Buxoriy bobomiz yorug' dunyoni ko'rayotgan, yana Alloh kishi ko'zlariga nur ato etgan bo'ladi. Bu holdan ta'sirlangan onasi 4 yoshli Muhammadni, ya'ni Imom Buxoriy bobomizni madrasaga olib boradi. Madrasada o'qib yurgan kezlari Buxoriy bobomiz 6 yoshga yetganlarida butun bir Qur'onni Karimni yod olib qori bo'ladilar. 11-12 yoshlar esa 70 mingdan ziyod payg'ambarimizning muborak hadisini yoddan biladilar. Chunki mana shu 2 yil ko'rlik evaziga Alloh kishiga shunchalik bir benazir aql zakovat, zehn ato etadiki, Buxoriy bobomiz har qanday kitobni bir o'qishdayoq yodlab olish qobiliyatiga ega bo'ladilar. Har qanday ko'rgan, eshitgan narsasi xotirasida muhrlanib qoladigan bo'ladi. O'shanda kuchli xotiraga, aql zakovatga ega bo'lgan bobomiz 16 yoshga yetganlarida Buxorodagi barcha ustozlarning bilimlarini ulardan-da ziyoda egallab bo'lib, o'sha ustozlarning maslahatiga ko'ra onasi va yolg'iz akasi Ahmad bilan Arabistonga, ya'ni Makkaga haj safariga jo'naydi. Chunki Arabistonda o'qishiga ustozlik qiladigan bironta ustoz qolmagan edi, ilm beradigan. O'shandan keyin Buxoriy bobomiz Arabistonda yolg'iz o'zlari 42 yil qolib ketadilar. 42 yil davomida kishi 20 dan ortiq islom davlat shaharlaridan kezib chiqib, Bag'dod, Shom, Kufa, Nishofir, Isfaxon, Basra, Makka, Madina, Qohira, Damashq kabi shaharlardan kelib chiqib 1080 ta ustozlar, ya'ni 1080 ta muhaddisdan hadis o'rganadilar. Va o'sha ustozlardan Buxoriy bobomiz 600 mingdan ziyod payg'ambarimiz hadislarini to'plab yod oladi. Va o'sha hadislardan eng sahih 7275 ta payg'ambarimizning eng ishonarli hadislar ajratib olib bitta kitob holi keltiradi. Bu kitoblari Sahih al-Buxoriy deb ataladi. Mana shu kitoblar uchun, mana shu qilgan xizmatlar uchun Buxoriy bobomizga yuksak unvon Imomid dunyo fil hadis, Amiral mu'minin fil hadis, ya'ni butun dunyo imomlarining imomi, hadis ilmining buyuk sultoni deb unvon berishadi. Bu unvonni hali bobomizgacha yoki bobomizdan keyin bironta zot olishga musharraf bo'lgan emas. Chunki u kishining kitoblari islom olamida Allohning kitobi hisoblangan. Muqaddas Qur'oni Karimdan keyingi birinchi o'rinda turadigan kitob sanaladi. Bu kishi mana shunday buyuk unvon olib, ona yurti Buxoro qaytadilar. Buxoro qaytgansa baxtga qarshi o'zlari ko'ngilda sezgandek, onasi va akasi vafot etgan bo'ladi. Butun Buxoro xalqi u kishini sevib hurmat qiladi, ixlos qo'yadilar. Lekin Buxoro xalqi qanchalik sevib hurmat qilmasin, u kishini yaxshi ko'rmasin, o'sha paytning amiri bo'lgan
9-asrning amiri Xolid ismli amir shuni shunchalar yomon ko'radi. Shularni ko'ra olmaydilar va saroyiga chaqirib aytadiki, ey Buxoriy, sen kelib mening saroyimda. Bugundan boshlab faqatgina maxsus mening farzandlarimga va saroy ahlimgagina dars berasan. Oddiy xalq farzandlariga dars bermaysan dedilar. Lekin Buxoriy bobomizga javoban, men hech qachon 42 yil davomida mashaqqat bilan misqollab to'plab kelgan ilmimni senga sotmayman. Ilm izlab boradi ustoz, shogird oldiga emas. Shogird albatta izlab ustozning oldiga kelish kerak deb javob beradi. Bu gaplar albatta Buxoro amirgohiga jahli chiqqan amir Buxoriy bobomizni 59 yoshlarida qarigan chog'lar ona yurti Buxorodan quvg'in qilib haydab chiqaradilar. Buxorodan quvgan bobomiz Buxoroni majburan ko'zlarida yosh bilan tark etarkan, chunki xalqim mening uchun urushmasin, Buxoroda behuda qon to'kmasin deb ona yurti Buxoroni tashlab Samarqandga, chunki ammasi yashaydi. O'sha ammadan yo'qlab kelib yurdi. 1 yillar chamasi yashab 870-yil 31-avgust juma kuni Ramazon oyining oxirida 1 oy ro'za tutib olib 60 yoshlarida mana shu qishloqda vafot etadilar. U kishi vafatdan so'ng o'z vasiyatlari bilan hayit namozi o'qigandan keyin mana shu Xartan qishloq qabriston qo'yiladi. U kishi qabrga qo'ygandan keyin Alloh shunday mo'jiza qiladiki, u kishining qabr tuproqlaridan bir necha muddat butun qishloqqa, ya'ni Xartan qishlog'iga xushbo'y hidlar, mushki ambar, ya'ni jannat misol hidlar ufurib turadi. Ya'ni o'sha kun kechasi qabrning 4 tarafidan ustun kabi oppoq yog'du nurlar chiqib, ko'kka bo'y cho'zar ekan, bulutlarga to'shar ekan. Go'yoki Alloh shuni o'z nurlaridan ilohiy bir maqbara qurgan bo'lar ekan. Ana shundan keyin bu yerlar 1000 yillar davomida ziyorat qilinmoqda. Faqatgina sobiq SSR davrida, mana o'zing yashab o'tgansa bilasizlar, o'sha paytlari dinimiz cheklab qo'yilgan bo'lgan. Namoz o'qishlar taqiqlanib, masjidlar yopib tashlangan. Mana shunday bir paytda bizning eski masjidimiz ham juda bir xaroba, vayronax holda bo'lgan. Hamma yoq yontog'zor, qamishzor bo'lib eski masjidlarimiz, ya'ni namozxonalar